Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun men sizlar bilan hozir nima qilishimiz lozim degan temada o'rtoqlashmoqchiman. Diqqat berishingizni umid qilaman. Hozir nima qilishimiz lozim? Xalqimiz yo'qotilayotgan shundaqla dunyodagi eng xatarli va eng rezil bir dushmanning qo'lida ingrayotgan bugungi kunda chet ellardagi imonliq va vijdonliq qarindoshlarimiz qo'qasqa dasib olgan odamdek nima qilishni bilolmay gangirgan, qattiq iztirob chekkan holda har turli amal choralarni o'ylashib, kuchi yetadigan aqlidan o'tgan ishlarga tutush qilyotidi. Har kallada har xiyol degandek hamma odam o'yidan kechgan ishlarni, planlarni to'r dunyosi orqali boshqa qarindoshlari bilan o'rtoqlashyotidi. Haqiqatan biz eng jiddiy, eng xatarlik halqiliq bir bosqichda turibmiz. Go'yo biz hozir uyiga o't ketgan odamga o'xshab qoldik. Salli bo'shanliq qilsak, uyimiz kuyib bir döve külga aylanib ketdi. Go'yo bizning hayotimiz ta'tir sanaq bosqichga kirib qolgan holatda turibdi. Bundaq halqiliq jiddiy bir vaqtda zada qanday qilishimiz lozim? Hamma qalblar azoblanyapti. Ko'zlar yig'layapti. Umid va qo'rqinchda atrofga beqiyapti. Ammo atrofda hech qanday sado yo'q. Ah, Xudo. Bu holat nima degan qo'rqinchdir? Nima degan dahshat? Bir bola binoning balkonidan tuyuqsiz pastga tushib ketyapti. Uni tutib olmasak, biz uningdan manguga ayrilib qolamiz. U manguga biz bilan xo'shishidi. Mana bu Uyg'urning hayoti. Qarang. Qani bizning tilimiz, qani bizning yoziqlarimiz, qani Uyg'ur maktablar, qani bizning dinimiz, qani yurt cho'nlari, qani madaniyat sohasidagi sardorlarimiz, qani tunugungi olimlarimiz, qani Muhammad Solih Domullam, qani Xolmurod G'upur, qani Sodiqjon va Soqojidek boylarimiz. Qari kelkun kelyapti. Bu rezil kelkun hammani yutib ketyapti. Mana bu bizning hozirgi ahvolimiz. Biz qandoqmi iztirob chekmay tura olamiz? Qandoqmi aloqzodi bo'lmay, taraf-taraflarga chopmay tura olamiz? Biz bir qadam kechiksakla tarixdagi yo'qolgan va yoki erib ketgan bir xalqqa va yoki rivoyatga aylanib qolamiz. Undaqda qanday qilishimiz lozim? Mana bu savol hammamizning beshini qatirayotgan, yuragimizni yavatgan bir savol bo'lib, qarindoshlarimiz odamni qanoatlantirgidek bir ilg'or javobga shunchalik tashna. Lekin aloqzodichilik va qo'rqinish va jiddiylik bizga hech narsa ilib kelmaydi. Shun do'stim, siz yanala o'zingizni besiling. Eg'ir bo'siq bo'ling, tamkin bo'ling. Mehribon Alloh uxlab qolmadi va yoki bir yerga ketmadi. Mangu bizga o'xshash ojiz bandalar bilan billah. Shuna qarindoshlarimiz ham tahirsiz bo'lishimiz, ham salmoq bo'lishimiz, hissiyotga berilib, xato qadamlarni ilib qo'yishdan qattiq saqlanishimiz, aql bilan ish ko'rishimiz kerak. To'rlarda hayajon bilan qilingan nurg'un xitoblar, chaqiriqlar o'ttirga chiqib ketdi. Biz nima uchun yotimiz? Voy nimandaq jim turisizlar? Voy bir ish qilsak bo'ladi. Asta bir ish qilmay hajab turyapmiz deganga o'xshash jiddiy ravishdagi undash va haydakchiliklar jahonni bir oldi. Lekin biz nima ish qilishimiz lozim? Nima ishni qila olamiz? Qaysi ishimiz orqali nejis Xitoy tajovuzchilarga ta'sir ko'rsatamiz? Mana bugun xalqimiz bu qari kelkunning oldida tashkilotlarni muqayrib qo'yib, rahbarlarni muqayrib qo'yib, o'zi bilgan yo'l bilan shaxsiy inqilob qaynamlarga kirib ketyapti. Alloh bu vijdonli, imonli qarindoshlarimizdan mangu rozi bo'lsin. Lekin suyumli qarindoshlar,
qonun bilan davlat idora qilinayotgan bu davlatlarda hissiyotimizga beqib biror ish qilib qolsak, yaxshi natijaga qaraganda salbiy natijasi texmi cho'ng bo'ladi. O'ylab boqaylik qarindoshlar. To'rlardagi biz mushundoq yatamdiq, "Hey xaloyiq, bir ish qilayli" degan chaqiriq bo'yicha bir nechimiz tashkillanib, o'zimiz turayotgan davlatda bir necha Xitoyni o'ltirib o'taylikmi? Yoki hujum qilib elchixonasini ko'ydirib o'taylikmi? Yoki Xitoylarning magazin korxonalariga o't qo'yib o'taylikmi? Voy yatamdiq, bir ish qilayli deganlar bizdan mushlarni kutyapti. Mana yuqorqilarning hammasi aql bilan emas, balki hissiyot bilan qilingan ishlar bo'lib qoladi. Ularning hammasi bizga pushaymon, mag'lubiyat va xafaliq akilishdan boshqa hech narsaga asqatmaydi. Bu ishlar bilan Xitoyning bir tal mo'yinini tavirtalmaymiz. Balki u ishlarni vujudga chiqarsak, bo'libmi Turkiya, Amerika va Yevropalarda Xitoyni toza xo'sh qilgan bo'lamiz. O'zimizning harakat doiramizni o'zimiz tarlashtirib qo'yamiz. Xalqarodagi siyosiy qo'llash qizg'inligiga ziyonkashlik qilib qo'yamiz. İnqilobimizning obrazini xunuklashtirib qo'yamiz. Shunga beshimizga har qanday balo kelsimi, yanada aqlimizni yo'qotmay, cho'nglarimiz bilan, bilim odamlarimiz bilan birlikda so'g'aqqonlik bilan chora tadbir va unumli usul tepishga tirishishimiz lozim. Hissiyotga beqib, bolalarcha ish qilib, mag'lubiyatga qilishdan saqlanishimiz kerak. Tor dunyosidagi hayajon bilan qilingan chaqiriqlarning va dahshatli xabarlarning qanchasi dushman bizga qaratib etayotgan peskayki bombalari. Buni ayirishni bilishimiz, buning uchun yanada bilim odamlarimizning atrofiga zich qo'yishimiz lozim. Dushman bizga qarata peskaykilik urushdan intayin unumli foydalanib kelyapti. Chunki ular bizning vijdonliq, qanimiz qiziq bir xalq ekanligimizni obdan biladi. Şun ular peskaykilik urushda bizni hayajonlantirib, xato ishlarni qilg'izib, cho'ng ziyonlarni yuklab foyda ilib kelyapti. Masalan, 1997-yili G'oljidagi fevral namoyishi, 5-fevral namoyishi asli bir tinchlik namoyishi edi. Lekin Xitoy qasdan bolalarimiz ichiga jasuslarni kirgizib, ashu jasuslarning qo'li bilan bir necha puhra Xitoylarni o'ldirgizib, bu orqali bizning qanimizni qizitib, tinchlik namoyishini oxirida urib chiqish, o'lim yetim paydo qilgan bir to'polonga aylantirib, bu jinoyatlarni tutilgan suyimlik yigitlarimizga o'ngishliq ortib, xalq oldida andin ularni muvaffaqiyatli holda o'ldirdi, muddatsiz kesdi. Xitoy bizning qon qiziqligimizdan foydalanib, planni o'ngishliq amalga oshirdi. Xitoy bizni hayajonlantirib, xatolashtiradigan bu peskaykilik urushni hozir texmi kuchab yo'lga qo'yibdi. Hech bo'lmadi deganda har 3 kunda bir qitim dahshatli xabarlar to'rda tarqalyapti. Haftada bir necha qitim hayajonli kuch ko'ritish chaqiriqlari o'tirg'i chiqyapti. Ular bularni bozorga silib, zodi nima demoqchi? Nima qilmoqchi? Biz hozir biror amaliy ish qila oladigan ahvolda turib, qilmagan bo'lsak edik, ular bizni amaliy bir ishga undisi bo'ladi. Lekin biz Xitoydan necha 10 ming kilometrlik yerda turib bilib, nima ish qila olamiz? Ularning maqsadi aniq. Ya'ni biz shu chaqiriq asosida hayajonlanib, o'zimiz turayotgan yerlarda bir necha sesiq Xitoyni o'ldirib etsak, yoki Xitoy apparatlariga o't qo'yib etsak, mana bu ularning jaranglik chaqiriqining nishoni. İnşallah biz onunla ketmeslikimiz lazım. Qarindoshlar, bu ahvollar bizga hech qanday g'alaba va yaxshilik akilanmaydi. Biz yanada sabr qilib, temkinlik bilan eng unumli, eng ilg'or chora tadbir tepishga tirishishimiz lazım. Bizning bu qonun bilan idora qilinayotgan davlatlardagi eng unumli choramiz, da'volarimizni kuchab anglatish salmoqimizni oshirib,
keng xalqqa va hukumat o'rinlariga Xitoylarning navbatdagi rezil siyosatlarini, qilmishlarini yetkazib, kishilarning diqqatini Sharqi Turkistonga markazlashtirish bo'lishi lozim. Biz mana bularni qila olamiz. Bu kurashni elib borganda cho'qim ko'ni pasunda emas, balki ijodiy yangiliklarni yaratib, kishilarni jalb qila olishimiz lozim. Masalan, Amerikada Salih Xudoyor qarindishimiz Oqsaroyning oldida 2 oylik namoyishni boshladi. Bu bir yangilik. Tur Muhammad Hashim qarindishimiz 48 soat ochlik e'lon qildi. Bug'ra o'g'li qarindishimiz Myunxenda yolg'iz kishilik namoyish qildi. Bir ayol hamshirimiz Germaniyadagi bir cho'ng jamining oldida qizi bilan ikkisi butkul jamoatga Sharqi Turkiston qon yig'layotidi, duo qilinglar degan varaqchini tarqitib, ajoyib yaxshi unum hosil qildi. Demak, biz uchun qilimiz desak, nurg'un imkonlar bor. Biz turayotgan davlatimizning qonunlariga bo'ysungan holda shu qonunlar bizga bergan yo'chuq va fursatlardan unumli foydalanib, ijodiy tashviqotni qanot yaydirishimiz lozim. Biz o'zimizning ahvolini xalqaraga texi yetarli darajada anlatmayapmiz. Hozir Uyg'ur qarindoshlarimizning ichida inglizcha, arabcha, turkcha, germancha, fransuzcha biladigan nurg'un bilim odamlarimiz bor. Bular til jihatdagi ortiqchiliklaridan foydalanib, Uyg'urcha xabar maqolalarni tinmay tarjima qilib, Facebook, YouTube, WhatsApp o'xshash media yo'llaridan unumli foydalanib, tashviqotni qanot yaydirish kerak. Biz balo qazo va qiyinchilik oldida aqlimizni yo'qotib qo'ymay, psixikamizni sog'lom tutib, tamkinlik bilan ish ko'rsak, cho'qim yaxshi natijalarga erishamiz. Inshaalloh bizning tirishchanligimiz mehribon Allohni cho'qim ta'sirlantirdi. G'alaba Allohning qo'lida. Ish emgak bizning qo'limizda. Ulug' Alloh dunyoning vaziyatini bizga foydali nejis kommunist Xitoylarga foydasiz holatga akilib qo'yishga albatta qodir. Umidsiz bo'lmayli qarindoshlar. Biz uchun hozirmi nurg'un fursat va imkoniyatlar bor. Biz nima uchun umidsiz bo'ldik ekanmiz? Kofirning puli, texnik qurollari bo'lsa, bizning orqamizda mehribon Alloh bor. Butkul koinotning egisi bo'lgan Fir'avnga balo qazo bergan, Samudga balo qazo bergan, Madyan aholisiga balo qazo bergan mehribon Alloh bor. Ijodchanlikqa to'lgan davo va tashviqotni borliqqa keltiraylik. Ko'niliqqa izlab olmaylik. Shu yangilikqa to'lgan davo va tashviqotlar biz uchun bir yaxshi vaziyatni borliqqa keltirdi. Mehribon Alloh bugun biz uchun bu xil kurash yo'lini ato qilibdi. Biz bu fursatni yaxshi tutsak, unumli foydalansak, inshaalloh Alloh bizga ata texmi katta kurash yo'lini ichib beraydi. Oxirda do'stlarimdan o'tinadiganim hissiyotga berilmay, eg'ir bisiq bo'lib, o'zimiz turayotgan vaziyatni to'g'ri tunib, zamonga loyiq eng unumli yo'llar bilan kurashlarimizni elib berib, dushmanning ozdirishiga va psixikalik urushlarga qurbon bo'lib ketmaylik. Hozircha eng unumli yo'limiz ijodchanlikqa to'lgan davo yo'lidir. Dunyo hech kimning qo'lida emas, balki mehribon Allohning qo'lida. Shunga har qanday ko'ngilsizlik oldida yanala o'zimizni besib bilib, qattiq sabr qilaylik. Sabr qil deganlik jim yot deganlik emas, balki o'zingni chechib, aqlingni yo'qotib qo'yma. Aldirmay, tamkinlik bilan ish qilsang, fursat topalaysan deganlikdir. Shunga Janobi Alloh muborak Qur'onda shunday degan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Sabr va namoz orqali mendan yordam tilanglar. Biz o'zimizni yo'qotib qo'ymay, sabr qilib, tamkinlik bilan izlansak, yanada mehribon Allohga haqiqiy qalblarimiz bilan
gunohlarimiz ustida tavba qilib, ko'p yig'ilsak, ko'p namoz o'qib, iltijo qilsak, dunyoning egisi bo'lgan bu ulug' zot bizga cho'qim bir yaxshi yo'lni hadiya qiladi. Allohdan boshqa hech kim dunyoning taqdirini o'zgartirmaydi. Bizning tirishchanligimiz, o'zimizni isloh qilib, Allohga yaqinlashishimiz, go'zal namozlarimiz, ma'sum pok qalblarimiz va cho'nqur tavbalarimiz, mehribon Allohga bo'lgan yuksak umid va ishonchlarimiz, bularning hammasi bir tarafdan bizning xarakterimiz va psixikamizni sog'lom va muqim tutib bersa, yana bir tarafdan egimiz Allohning yordam va rahmatini bizning ustimizga akilib beralaydi. Xitoy hozir muhojiratdagi Uyg'urlarning psixikasini koddan chiqarish uchun bizning ustimizda psixikalik urushni allaqachon boshlab etdi. Biz buni cho'nqur tushunishimiz lozim va hushyor bo'lishimiz lozim. Har qanday ahvol ostida tamkin bo'lishimiz lozim, umidvor bo'lishimiz lozim. Hozir Xitoy bizning ustimizda elib berayotgan psixikalik urushlarining alomatlari shuki: birinchi, telefon, internet aloqalarini kesib tashlab, vatandagi tuqqanlarimiz ustida vahimalik bo'y fikrlarga mubtalo qilyotdi. Ikkinchi, aralab dahshatli xabarlarni yo'llash orqali yurak bag'rimizni pora qilyotdi. Uchinchi, munofiq jasuslari orqali ichimizga fitna urug'larini chechib, bir-birimizdan umidsizlanadigan, bir-birimizga ishonmaydigan kayfiyatni yaratyapti. To'rtinchi, tashkilotlarimizning va ish odamlarimizning yomon gapini tarqatib, ularning obrazini xunuklaştiryapti. Beshinchi, millatparvar qiyofatga kirilib, Uyg'ur xalqini so'kib, kishilarimizning o'z millatiga bo'lgan iftixorlik tuyg'usini yo'qotyapti. Oltinchi, yolg'on tarix o'ydirib chiqarib, tarixdagi biz faxrlanadigan vaqa va shaxslarga qora surkab, ularning xalq ichidagi inovat va ishonchisini yo'qotib, xalqimizning ajdodlaridan g'ururlanadigan aktiv xarakterini yo'q chiqaryapti. Shunga qarindoshlar, dushmanning qiltig'iga tushib ketishdan har vaqt hushyor bo'laylik. Beshimizga nima balo qazo kelishdan qat'iy nazar, mehribon Allohdan umidimizni hargiz uzmaylik. Allohning og'amchisiga mahkam islaylik. Allah Sura Yusuf 87-oyatda shundoq degan: Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rawhillah. Innahu la yayasu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Allah'ның rahmetinden naümid bo'lmanglar. Şübhesizki faqat kafir qavmlar Allah'ның rahmetinden ümidsizlanadi. Şuna biz hergiz Allah'ның rahmetinden ümidimizni üzmeylik. Biz hem takvadar bolsak, hem tirishchan bolsak, Allah'ның rahmeti çoqum yetip keladi. Dünya faqat Allah'ның qo'lida.